Alloh taolo qayg'ularni nega yaratgan? Nima uchun taqdirimizga ko'z yoshlarini yozgan? Musulmonga yetadigan musibatlarda 4 ta foyda bo'ladi. Birinchi foyda: musibatlar gunoh va xatolarni o'chiradi. Abu Said Xudri va Abu Hurayra roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: musulmonga biror horg'inlikmi, bemorlikmi, tashvishmi, qayg'umi, ozormi, g'ammi yetsa, hatto oyog'iga tikan kirsa ham, Alloh bular tufayli uning xatolarini o'chiradi. Imom Buxoriy rivoyati. Buni qarang, mo'min bandaga yetadigan horg'inlik, holsizlanish, og'ir mehnat tufayli, hatto uzoq yurish sababli paydo bo'ladigan qiynalish ham, bemorlik, uzoq vaqt davom etadigan tuzalishi qiyin kasallik, tashvish, hali sodir bo'lmagan ish uchun bezovta bo'lish, qayg'u, bo'lib o'tgan musibat uchun siqilish, ozor, birovlardan yetadigan nohaq jabr-sitamlar, g'am, hech qanday sababsiz ko'ngilning xira tortishi, hatto oyoqqa yoki boshqa a'zoyimizga tikan yoki igna kirishi, bularning barchasi sababli Alloh bandaning xatolarini o'chirib, gunohlarini kechirib yuboradi, toki Robbiga pok holatda ro'baro bo'lib jannatga sazovor bo'lsin. Bir qiz hayotida bo'lib o'tgan quyidagi voqeani keltiradi. Alloh meni qandli diabet bilan imtihon qildi. Insulin boshladim. Endi bir umr shunda yuraman ekanda deb qattiq siqila boshladim. Davolangim ham kelmay qoldi. Insulinning og'rig'i arzimas bo'lsa-da, uni har kuni doim olib yurish hayotimning dahshatli onlariga aylandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bandaga hatto tikan kirsa ham Alloh bu tufayli uning gunohlarini kechiradi degan so'zlarini eshitgunimcha hayotim shu tarzda rangsiz o'taverdi. Shunda o'zimga o'zim, axir shpritsning ignasi ham xuddi tikanning o'zi-ku, Alloh shu sababli ham gunohlarimni kechirar dedim. Shundagina ko'p ukol olish bilan sinalganim ortida yashiringan hikmatni ko'ra oldim. Bu o'ziga xos mag'firat edi. Shundan boshlab insulin haqidagi fikrim, unga munosabatim butunlay o'zgardi. Men uni mag'firat tikani deb ataydigan bo'ldim. Avvaliga ko'p ukol olaverganim uchun mag'zun bo'lib yurgan bo'lsam, endi uni Allohning mag'firatiga vasila deb bilib xotirjam yashay boshladim. Uhud g'azotidan keyin Alloh taolo musulmonlarga shunday xitob qildi. O'shanda u zotning izni ila ularni qira boshlaganingizda Alloh va'dasining ustidan chiqdi. Ammo sizlar zaiflashib, farmon borasida ixtilof qildingiz. U zot siz yaxshi ko'rgan narsani ko'rsatganidan so'ng esa osiylik qildingiz. Chunki orangizda dunyoni istaydiganlar ham bor, oxiratni istaydiganlar ham bor. Keyin esa u zot sinov uchun sizlarni chekinishga majbur qildi. Endi esa sizlarni afv etdi. Zero Alloh mo'minlarga fazl va marhamatlidir. O'shanda Rasul ortingizdan chaqirib tursa ham hech kimga qaramay tirqirab qochdingiz. Ammo u zot qo'ldan ketgan narsaga ham, yetgan musibatga ham mag'zun bo'lmasligingiz uchun sizni g'am ustiga g'am bilan mukofotladi. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Oli Imron surasi 152-153 oyatlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kamonchilarni bir tepaylikka joylashtirib, mening farmonimsiz joyingizdan jilmanglar deb buyurdilar. Lekin ular jangning boshida musulmonlar g'alaba qilayotganini ko'rib, o'ljadan benasib qolib ketmaylik deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyruqlarini bajarmay pastga tusha boshlashdi. Buni kutib turgan dushman fursatdan darhol foydalandi. Bu musibatga ana shu tortishuv, itoatsizlik sabab bo'ldi. Mana shu jinoyatning mevasi o'laroq musulmonlar jang maydonida g'am ustiga g'amlarga giriftor bo'ldilar. Talatopda dushmanlardan biri Muhammad o'ldi deb qichqirdi. Mana shu yolg'on xabarning tarqalib ketgani birinchi musibat bo'ldi. Bu xabar musulmonlarni qattiq tushkunlikka tushirib qo'ydi. Ikkinchi musibat esa kofirlarning musulmonlar ustidan qo'li baland kelib 70 ta zabardast sahobaning shahid qilingani bo'ldi. Qur'oniy ta'bir bu musibatni o'zgacha uslub bilan ifodaladi. Alloh taolo sizlarni g'am ustiga g'am bilan jazoladi demadi, balki mukofotladi dedi. Nima uchun mukofotladi? Buning nimasi mukofot deysizmi? Axir yuqoridagi hadisda nima deyilgan edi? Har bir musibat ajr emasmidi? Bu voqeaning mukofotligi shuki, g'am, tashvish, musibat sababli mu'minlarga ajr savob berildi. Shuning uchun Alloh taolo musibatlarni, qiyinchiliklarni savob deb, mukofot deb atadi. Chunki bu musibatlar sodir bo'lgan xatolarni yo'q qilib yuborar edi. Mu'minlar bu qiyinchiliklarga sabr qilishsa, Alloh ulardan rozi bo'ladi, gunohlarini mag'firat qiladi, jannatdagi darajalarini yuksaltiradi. Shunday ekan mag'zun bo'lmang, opa-singillar. Alloh bizni azoblash uchun, qiynash uchun emas, balki tarbiyalash uchun sinamoqda.
balolarni yo'llab bizni mukofotlamoqchi, kechirmoqchi, bizdan rozi bo'lmoqchi. Shuning uchun shu lahzalardan e'tiboran unutmangki, g'am tashvishlarda albatta ajru mukofotlar bor. Siz hozirgina Qulog'im senda qizim kitobining birinchi qismini tingladingiz. Keyingi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.